sizlar bilan biz ajoyib kontentni YouTube kanalimizga qo'yamiz. Instagram orqali YouTube kanalimizga o'tinglar va buni qizim bilan birgalikda tayyorladik. Qiziq bo'lsa birgalikda ko'rasizlar. Qani ketdik. Kichkina bir bizneslarimizdan bittasi bu fermamiz. Bu mollarimiz hozir tashqarida ekan, demak, mana qo'shdik. Xullas kalom, bu kuchukcha, mayli, o'zini yo'liga. Bu fermani bir qismini, ya'ni 10dan bir qismini ferma qilib yaratganmiz. Oldin tomon juda katta joy bo'lgan, 50 dan ortiq unaqa mollarimiz bo'lgan. Nu qanaqadir vaziyat bo'ldiki, shu hozir 5 dan biri qoldi xolos. Hozir men sizlarga fermaning eng kerakli joylarini ko'rsataman. Bu yerda, hozir bu yerda qizim, bu yerda sigirlar sog'iladi. Tashqarida qizim. Bu yerda aynan sigirlar sut to'lib, bu yoqqa keladi va bu yerda shu etap-metap 6 tasi qo'yiladi, o'sha yerda sutlari sog'ib olinadi ertalab kechqurun. Hozir sigirlarning eng zo'rini ko'rsataman. Ishonasizlarmi? 70 litr, 80 litr sut beradigan sigirlar bor. Ketdik. Demak, aynan sabablarga ko'ra mana shunaqangi katta hududimiz nima deydi? Buzilib ketib qoldi. Aynan sabablarga ko'ra. Bular mana shu buzuvchilar tug'ilgan zahoti, mana zotdor bo'lganligi uchun tug'ilgan zahoti bilan $1000 bo'ladi. Hozirgi kunda bular $1,500 dan sotiladi. Yana sotmaymiz aka, shunaqa narxi. Yuringlar, men sizlarga sigirlarni ko'rsataman, hozir zo'r joyimiz. Xudo xolasa, Xudo nasib qilsa, sekin Xudo xolasa o'ylayapman 2026-yilda, bu yilning boshida bizga juda ham zo'r yil keladi deb o'ylayapman. Shu yerda shunaqasi katta gumbaz qilib, to'liq sigir yuradigan joy qilamiz, yana qayta tiklaymiz. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib, Xudo xolasa havas qilinglar. Men Rossiyada yurayotgan birodarlarimiz, chet ellarda o'sha 1-2 so'm topaman deb oilasini qiynalib musofirda yurgan akalarimizga bir motivatsiya sifatida bermoqchiman bu narsani. O'sha ishlagan, 1 yil ishlagan pulinglar, misol uchun oyiga $1000 dan pul topib, deylik 6 oy ishlab, deylik $6000 pul topsanglar, $3000 dan mana shunaqangi zotdor Goldsteinlarni berishadi. Bular kuniga 30 litrdan 35 litrgacha sut berishadi. Agar yaxshisini topa olsangiz 70 litr, 80 litr ham sut beradiganlari bor. Shunaqadan ikkita olasiz, o'zingizni uyingizda bemalol shu farzandlaringiz barida quchoqlab ularni mazaq quchoqlab barida yurib, ular bilan birgalikda mol qo'ylaringizga qarab, birgalikda acham qilib har kuni yonida bo'lasiz va oilangiz ham siz yoningizda bo'ladi. Musofirda yurmaysiz, har xil vaziyatga tushmaysiz. Bir kunda deylik, shu 30 litr sut beradigani taxminan 30 litrdan o'rtacha oladigan bo'lsak, ikkitasi 60 litr sut beradi. Hozirgi kunda 7000 so'mdan sotiladi. 7 kara hop 6, demak 420 ming so'm sizda bir kuningizda 420 ming so'm bor degani. Bu bitta tuqqan farzandi tug'ilgan zahoti $1000 o'ynaydi. 1 yil yoshiga yetgandan keyin $2000 ga sotishingiz mumkin. Ya'ni siz bir oyda uyda o'tirgan holatda 13 million so'm sof daromad qilishingiz mumkin. Plus 1 yildan keyin mollarini sotsangiz, bolalarini sotsangiz, yana $2000 dan bo'lganda ham 1 yil yoshiga yetganlari, demak $4000 cho'ntagingizda yana ortiqcha plyus bor. Aynan hozir sizlarga aytmoqchimanki, mashina olishga yoki pul kelmaydigan narsalarga pul tikmanglar. Ya'ni uyimni remont qilishim kerak, mashina olishim kerak yoki shunga o'xshagan narsalarga pul tikmanglar. Avvalambor mana shunaqangi juda bo'lmasa mana bunaqa buzoqlaridan 8 oy ishlang, 8 oyda $1000 dan deylik, mana shunaqasidan deylik 8 ta olishingiz mumkin. 1 yil boqsangiz, sekin bular odam bo'ladi. 1 yilda normalniy pul bo'ladi. Endi uyingizda yonida bo'lasiz, uyingizda bo'lasiz, farzandlaringiz bag'rida bo'ladi, farzandlaringiz bag'ringizda bo'ladi, ayolingiz yoningizda bo'ladi. Issiq, sovuq kunlaringiz hamisha oilangiz bilan birgalikda kechirasiz. Tasavvur qiling, bir kun 420 ming so'm. Va yeb ishtilariga u yoq bu yoq bilan ikkita sigir bolasi bilan 100 ming so'mga ketgan taqdirda sizga 10 million sof daromad shundoqqina uyingizda o'tirganda bo'ladi. Ertalab bir ovqatini berasiz, kechqurun bir ovqatini berasiz. Va kunduz payti esa boshqa yumushlarni qilsangiz bo'ladi. O'zingiz O'zbekistonda shu qurilish ishlari bilan ishlashingiz bo'ladi.
Mallar bu yoqda, qizim, mallar bu yoqda. U yoqqa boramiz hozir. Bu yoqda o'tamiz. Bolalarni sotmasdan turib 2 yildan keyin bularning sonini 4 taga yetkazsangiz, menimcha o'ylayman, bir yilda sizni sof daromadingiz 200 milliondan oshib ketadi. Ya'ni 20 million sof daromad qoladi, yo bilan bir oyda 20 million qoladi, yo bu yoq bilan 5 million 6 million o'zini xarajatlariga chiqib ketgan taqdirda ham bir oyda 20 million, bir yilda 240 million sof daromadga ega bo'lasiz. Aziz chetda yurgan akalarim, opalarim yoki boshqa qadrdon do'stlarim. Endi o'sha sut pullarini agar siz yig'ib, misol uchun 10 million bo'lyaptimi, 10 millionga deylik 2,5 milliondan 4 ta qo'y olib kelib qo'ysangiz, ular 6 oydan keyin tug'ib beradi. Yoki echki bir 500 ming, 600 ming echkilar beradi. Hamma echkilarni misol uchun bittasini qishda bitta so'yasiz, yangi yilga kirishdan oldin. Farzandlaringizga ham, o'zingizga ham kasallik 7 kilometr naridan aylanib o'tadi. Nimaga deganda bular issiqlik bo'ladi. Qo'y go'shti ham, echki go'shti ham juda ham sizga quvvat bo'ladi. Bittasini so'yasizda qishi bilan maza qilib farzandlaringiz ham go'sht yeb, baquvvat bo'lib, suyak butun bo'lib, iligi to'la bo'lib yutadi. Ana katta bo'ladi. Amir Temurlar zabardast bo'ladi. Keyin uni farzandingizni xoh boksga bering, bitta urganda jag'ini to'ntarib tashlaydi, xoh boshqa futbolga bering, tepganda varatadan bu varataga gol uradigan farzandlar bo'ladi. To'g'rimi qizim? Qizingiz misol uchun shunaqa boqib, shunaqa tarbiya qilsangiz, qizlaringizni kurashga bersangiz ham, uncha kurashni, yapon kurashchilarini yig'lataveradigan qizlar, zabardast qizlar bo'ladi. To'g'rimi qizim? Mana Xudo xolasa bularni 1-dekabr kuni, dekabr boshida bitta echkimizni so'yib, shu qizlarimizga, farzandlarimizga so'yib qo'yamiz, qishi bilan yeb yotaveradi. Ichkarida qo'chqorlarimiz bor, qo'ylarimiz bor. Tugasa yana bittasini so'yamiz. Xullas kalom, sog'lom ovqatlarni yegizdiramiz. O'zimizdan chiqayotgan, o'zimiz ko'rgan, o'zimiz tarbiyalagan, o'zimiz boqqan qo'ylarni farzandlarimizni so'yib, yegizdirib, mana shunaqangi elimizda, yurtimizga kerakli naf yeydigan insonlar qilib yarataveramiz. Sizlarga kontentlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, men sizlarga tavsiyam, agar o'zingizlar safarda shunaqa chet ellarda bo'lib, oyiga $1000 pul topayotgan bo'lsanglar, ajratayotgan bo'lsanglar, shu $1000 misol uchun 6 oy yoki 8 oy ishlab turib, yo 2 ta 3 ta sigir qilib, doim farzandlaringiz yonida bo'lishini so'rab qolardim va uni sutlardan tushayotgan daromadlarga qo'yib qo'ying. 10 million tushyaptimi, 10 millionga 4 ta qo'yib qo'yasiz har oyda. 4 ta olsangiz ham bir yilda 40 ta qo'yingiz bo'ladi. 40 ta qo'yingiz, bittasi 2 ta tug'adi, bittasi bitta tug'adi. Bu yoq bo'lib turib, misol uchun 10 tasi, 30 tasi, 20 tasi ikkita tug'sin, 20 tasi bittadan tug'sa ham sizda yana 100 ta qo'y paydo bo'lib qoladi bir yil ichida. Ko'ryapsizmi? Daromadda ustiga kelaveradi. Shuning uchun harakat qilish kerak, iloji boricha o'zimizdan, O'zbekistonda. Hozirgi kunda yaxshigina imkoniyatlar berilyapti chorvaga. Qanaqadir yerlar ajratilyapti chorvani rivojlantirish uchun, go'shtlarni, sutlarni, sut mahsulotlarini ko'paytirish uchun O'zbekistonimiz imkon darajasida shu fermerlarga yoki biznesmenlarga yoki tadbirkorlarga sharoit yaratib bermoqda. Yer ajratib bermoqda. Chorva olaman desangiz, kreditlar beryapti kerak bo'lsa. Kredit olmaslikka harakat qiling. Xullas yerlar beryapti, traktorlar, transportlar, hamma narsa yaratib beryapti. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman va sizlarga kontentimiz yaxshi ma'qul kelgan bo'lsa, yana shunaqangi bizneslarimiz bor. Uni chiqarib berishga harakat qilamiz. Agar sizlar shu like bizdan, kommentariyalarni ayirmasdan yana shunaqa qiziqarli videolarni chiqaring degan bo'lsangiz, albatta biz chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sizlar bilan doktor Javlon bo'ldi. Bu fermani aytib o'tmoqchiman. Bu ferma juda ham katta edi. Bu fermani 2022-yili dadamni tug'ilgan kunlariga olib berganmiz. Bu fermada bir paytda dadamning o'zi qaysidir fermerning mollarini, buqalarini boqib, shu yerda ishlagan. Aynan o'zi ishlagan joylarini o'ziga 2022-yilda, manimcha shunaqa yilda o'zining tug'ilgan kunlariga podarka qilib olib berganmiz. Hozirda o'zi boshqarib yuradi. Xudo nasib qilsa 2026-yilda katta qilib ferma qilamizki, 100 dan ortiq, 200 ga yaqin sigirlar qilamiz, xunajinlar, novvoslar qilamiz, qo'ylar qilamiz, otlar qilamiz va shu tadbirimizni, tadbirkorligimizni yana ham rivojlantirib, elimizga, yurtimizga naf tegadigan insonlardan bittasi bo'lishga harakat qilamiz. Oilaviy albatta birlashib, birdamlikda chiroyli makon qilamiz degan umiddaman. Ketdik qizim.